нашем городе родном. Вы нас научили читать и считать, и стали мы правду и ложь различать. Вы нам рассказали не просто стишок, что плохо на свете, а что хорошо. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе родном. Счастливое время недаром прошло, и вашу любовь, и родное тепло мы в наших сердцах навсегда унесем. Спасибо большое, спасибо за все. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе родном. В сентябре звонок веселый позовет впервые нас. Мы войдем в большую школу и просторный светлый класс. До свидания, наш любимый детский сад. Ты сегодня провожаешь первый класс своих ребят. Научил ты нас трудиться, песни, музыку любить, нашей
проснется, за собою позовет, звонкой песней отзовется шумный птичий хоровод. День особенный сегодня, скоро в школу мы идем. Эту песенку простую на прощание поем. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство. Детский сад мы очень любим, будем часто вспоминать. И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. Воспитатели родные, мы без вас всегда грустим. Вас, любимые, родные, мы за все благодарим. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы. За летом зима, пролетели года. С тех пор, как пришли мы когда-то сюда, и ходит в сад наш
qardoshlarimizni maktab bo'sag'asiga kuzatmoqdamiz. Sizlarni chin qalbimdan bayramlaringiz bilan muborakbod etaman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, kelgusi o'qish va ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Bizni yuzimizni yorug' qilib, har doim a'lo bahoda o'qishlaringizni tilab qolaman. Yuzlaring yal-yal yonib, odimlaysan mardona, bir qo'lingda so'mka bor, bir qo'lingda guldasta. Oylar o'tar, yillar o'tar, ulg'ayasan bir pasda. Seni kutar koinot, kutadi qahramon el. Bolajonlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir biz davramizning so'zini ochish uchun so'zni ulug' mehmonimiz kelganlar. Mudiramiz Shahnoza Mansurovaga beramiz. Ajoyibkon, biz o'zimizni ilk qaldirg'ochlarimizni maktab bo'sag'asiga jo'natamiz. Har birining o'rni bor, har birining sifati, har birining qilig'i bor. Ular hammasi biz uchun aziz farzand. Har birini o'zining yarasha ismiga mos hislari bordir. To'g'risini aytsam, bu hayajonli kunda ko'zimizga yosh olmasak bo'lmaydi. Shuncha tarbiyalab, o'z bolamizdek bizga ishonib topshirgansizlar, bugun shu bolalarimizni qaldirg'och qilib uchirmoqdamiz. Bu deganligi bog'cha yopadi degani emas, har 1-sentyabrgacha bog'chamizga kelib ketishlari, bilim olishlari mumkin. Lekin his hayajon bilan aytamanki, ertalab ota-onalar bilan uchrashganda xuddi o'zimni farzandimni bir joyga berayotgandek bo'ldim. Shuning uchun rahmat sizlarga. Har doim bizlar bilan hamnafas bo'ldinglar, ham fikr bo'ldinglar. Har doim bizlarga qo'llab bolalaringizni topshirib, bilim olishimizga imkoniyat yaratib berdinglar. Bugungi bayram hammangizga, barchamizga muborak bo'lsin. Rahmat. Odob va tarbiyani oldim ota-onamdan, diniy bilim joniga yurar ostonani naqd beshbaho bilan daftarini to'ldirib, qo'lguzar diyorni munosib farzand bo'ldi. Rahmat. Qopcha bo'lsin deb shunaqtim, mayli yurgan sizga ta'zim qilamiz. Rahmat Qadira opaga. Endi biz qo'shiq tayyorlab kelganmiz, bolajonlar bilan birgalikda. Qani turib olamiz, qo'shig'imizni kuylaymiz. Bir qancha hozir ozgina vaqtga chiqib turamizda. Kelinglar bolajonlar.
Nurmasboyga o'xshaysan shekilli, ha? Shunday. Salom yo'q, alik yo'q, odob yo'q, ha bolalar? Qayerga ketyapsan? Ikkita sumka olib ol. Bilmaysizmi, maktabga ketaman. O'qish yozishni bilasanmi? Bilaman. Qani, bir savol beramiz, ha bolajonlar? Qani, 2 ga 2 ni qo'shsa nechi bo'ladi? Shuni ham bilmaysizmi? 3 bo'ladi. 3 bo'ladimi? Mana ko'rdingmi? Bizani bolajonlar bilgan narsa, sen bilmaysan. 1 ga 1 ni qo'shsa nechi bo'ladi? Oson savollardan bermang, 11 bo'ladi. 11 bo'ladimi? Nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. Barakalla. Mayli, boshqa savol beringlar. Mayli, mana matematikadan ham buni bilib oldik, ha? Bilmasvoy. Endi biz bu kishini yozuvlarini bilamiz. Qani? Yozuvlarga, harflarga qanday ekanlar, ha? Qaranglar, qaranglar, to'g'ri yozildimi? To'g'ri yozildimi, Botirxon? Amabek, To'g'ri yozdim. to'g'ri yozildimi? Qani bir chiqib menga yozib beringlar-chi. Qani Botirxon? Qani bilmasa to'g'ri yozib, noto'g'ri ko'ramiz. Qani? Ona so'zi va vatan so'zini yozamiz. Ona so'zini. Ne farqi bor? Sizlar yozishni qanday o'rgandinglar bolalar? Men o'rganolmadim. Qani, endi o'qiymiz bolajonlar. Bu nima so'z ekan? Ona. Nima so'z ekan? Ona. Eng aziz, mo'tabar insonlarimizga atalgan so'z, ha? Bu so'zimiz nima ekan? Bizning O'zbekiston vatanimiz, o'lgan yerimiz haqida ekan, ha? Qara, bilmasvoy, sen shuni ham yozishni bilmaslik keraksan. O'tirib olamiz. Rahmat bolajonlar. Bilmasvoy, ikkita sumkani orqalab qayerga ketyapsan? Maktabga ketyapman dedim-ku, takrorlayveramanmi? Qara, bir sumkani ochqani, sumkani ichida nima bor ekan? Maktabga kerakli narsalar bor. Oy, ichida kolbasa, sir, bulochkalar, nonlar. Sen yegan bo'lasanmi maktabga? Qorin to'ymasa boshqa aql qayerdan kiradi? Oy, bu daftarlar qoringa sig'adi, dars qilish. Qani, bu sumkani ochaylik-chi. Bu sumkani kaliti yo'q. Oy, buni ochib bo'lmayapti-ku. Yo'q, ochib bo'lmaydi. Kimda ekan, ha, kalit? Kalit kimda ekan? Buni o'rmondan topib oldim. Bu sumkamni. Nima qilayotgan ekan o'rmonda? O'rmonda ichiga yotgan ekan, o'rmondan topib oldim. Bu Voy, sumkam. bizning davramizga Buratina marhamat qildi ana, Buratina. Voy, assalomu alaykum, aziz bolajonlar, ustozlar va ota-onalar. Sumkamni kaliti-ku. Qanday sumkani kaliti? O'rmondan topib olgan sumkamni kaliti bu. Yo'q, bu meni kalitim. Qaranglar, bolajonlar, shunday so'raladimi? Shunday tortib olish kerak. Sekinligina, chiroyligina qilib so'rang qani. Buratina, bir. Berasan Buratina. Yana chiroyli qilib so'rangda. Shunday so'ralar ekanmi? Buratina, bir, iltimos. Bera qol. Buratina qani sumkani ochchi, ichida nimasi bor ekan sumkani ichida? Qani? Qani? Bir ochaylikchi. Qani, nimasi bor ekan buni ichida? Ha? Qara qani bilmasvoy o'zing. Nima ekan? Mana ko'ray. Qog'oz chiqdi. Qog'oz. Sizgina. Bog'chaga ham bormaganman. Bilmayman o'qishga. Qani? Voy,
Bera qol, men o'qiyman. Men ham uncha tushunmayman-da. Aziz, bu o'rmon hayvonlaridan kelgan ekan. Ayiqpolvon, tulkixon, bo'rivoy, quyonchalar, barcha hayvonlardan kelgan ekan. Bolajonlarimizni yangi o'qishlarga kuzatib qolishdan muvaffaqiyatlar tilab, tabriklar yozishgan ekan. Doimo a'lo bahoda o'qib qolishingizni so'raymiz, deb hayvonlarimiz sizlarga maktub jo'natishibdi. Rahmat aytamizmi? Rahmat deymiz. Rahmat sizlarga ham. Ana endi sizlar mana bu yerda turib olinglar. Qizlarimiz sizlarga o'yinlarimiz bor. Hozir birgalikda o'ynab olamiz. Bolajonlar, qani ikkita guruhga bo'linib olamiz. Turamiz. Turinglar. Opa, men ham yordam beray. Yordam beringlar qani menga. Nima qilish kerak? Bolalarimiz o'yin o'ynashadi. Qani ukalari bog'chaga qanday kiyintirib yuborishni oilasiga ko'maklashishadi. Saqlab olamiz, ha? Mana joylarimizni egallab olamiz. Mana ko'ray, qani qanday bajarayotgansizlar. Sizlardan o'rganib olaman chiroyli kiyintirishni. Bolajonlarimiz kelishsa boshlaymiz, ha, o'yinlarni. Mustafa. Hozir qani bolajonlar ikkalaringiz bog'chaga boradimi? Boradi. Qani ular qanday oilaringga ko'maklashasizlar kiyintirib yuborishga? Boramiz, xo'pmi?
weekend. Olsamagan besh yo'qotma kun. Badan ko'zni to'lardi jondi. Oyim hayron bo'lib qoldi yo. Boshlama yo'qlar soldi yo. Haydi ham borib qoldi yo. Rostini qo'larmikan deb dast qilaman men. Besh olaman men. Endi aqlli bo'lib qulaman. Dast qilaman men. Besh olaman men. Endi aqlli bo'lib
kelganlaringiz uchun mana bizning bugungi kichkinagina bo'lsa ham bayram tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga kelganlaringiz uchun ham rahmat. Hozir biz yana tabrik uchun so'zni mudiramiz Shahnoza Nabiyevaga beramiz. Bolalarimizni taqdirlaydilar. His hayajon bilan, o'zimda yosh bilan har bittamizni to'g'risini aytsam hayajonni ertalab qabul qilgan. Har birizni yaxshi ko'raman. Har biriz o'zimga aziz farzandimdaysiz, qizimsiz, o'g'limsiz. Kelajakda ajoyib bir kasb egasi, o'g'illarimiz ajoyib bir davlat a'zosi bo'lishini tilab qolaman. Qizlarimiz baxtli, saodatli bo'lib, ota-onasini quvontirib, chiroyli kasb egasi, shifokor va olimalar bo'lsin. Ota-onalarning eng ardoqli farzandi bo'lgandek, bizlarga ham ardoqlisiz, baxtli bo'ling. Nasib bo'lsa, nikoh to'ylaringizda bizlarni chaqirish nasib qilsin. Rahmat barchangizga. O'zini odob bilan har birimizni yuragimizga o'rnak olgan Murodov Botirxon ushbu ajoyib bog'chadan esdalik bo'lib bizlarni katta bo'lsangiz ham eslab yurasiz. Qani Botirxon. Rasmiy, ma'lumotlar muhofizda rasmiy. O'tkadan tushirdim. Chekkadan Kelganda juda ham injig'adi. Har doim yig'loq qilyapti, lekin odobi bor, o'zini hislati bor. Akromov Saidaliyev, o'g'lim. Qani Saidaliyev? Ishlaringizda ham, oyajoningizni baxtiga ham sog' salomat bo'ling har doim. Sizniki rasmiy bormi? Komina Muhammadjon. Keling Muhammadjon. Ismingizga har doim mos bo'lib aziz bo'ling. Sarvarjon, Anvar Sarvarjon, o'g'lim. Yo'lingiz har doim porloq bo'lsin. Muron va Asila. Asila qizim. Kichkina bitta o'yimiz. Sizga ham oq yo'l deb kelajakda chiroyli bir kasb egasi bo'lib, bir oilaning go'zal kelinchagi bo'laylik. Nasib bo'lsa, to'ylaringizga boraylik. Miranshoh. Ismiga mos bo'lib shohlar degan bola. Alibekjon, keling o'g'lim. Ishlaringizga, o'qishlaringizga omad tilayman. Xo'p, eng odobli, eng aqlli bolalarimizdan birisiz. Ota-onangizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Shohjahon, shohlarday Shohjahon hazratlariday bo'laylik. Ishlaringizga omad, o'qishlaringizga omad tilayman. Qur'on kitobida ham Mubina so'zi suralarda yod olingan. Shuning uchun ismingizga mos ota-onangiz shunday chiroyli ism qo'ygan.
har doim ota-onangizda arzanda qizi bo'lib, muslima qiz bo'ling. Zokir Akbarjon, o'g'lim, siz maktabga chiqyapsiz. Har doim ota-onangizni ardorli farzandi bo'lib, faqat 5 baholi o'qing. Mashallah, zillatib kelurlar. Amirning joyliklarni, opalar kelinman bandi. Har doim boshiniz Malibuda bo'laversin. Odobli, chiroyli, eng yaxshi qizim, o'zimning farzandimdek, qizimdek ko'raman. Murod va Shodiya qizim. Qarang. Shahrizoda, rahmat. Eng odobli, eng aqlli qizlarimni ko'rsam har doim xonang kulib turadi. Hammangizni shunday chiroyli bayram bilan tabriklayman. Kelmagan bolalarimizga chiroylikina qilib yetkazib qo'yamiz ma'noda. Sizlarga qo'yolmaymiz. Sizlar bizga keraksizlar. Yana bizlar bilan hali sizlar ko'p bir yil davomida o'qib o'rganamiz. Yana keyin sizlarni jo'natamiz. Men sizlarni qo'yolmayman. Shuning uchun sizlar qolinglar bog'chada. Xo'pmi? Rahmat hammangizga. Agarda ota-onalar, kelgan ota-onalar, kelmagan ota-onalar tashkilotimiz tomonidan qandaydir ayblanishlar bo'lsa, xatolar o'tgan bo'lsa, yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qolaman. Farzandlaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Doim shularni yaxshi kunini ko'ring. Bular bizlar uchun ham farzand. Bularga oq yo'l tilab qolda, kelajakda porloq kelajak tilab qolaman. Rahmat. Rahmat sizga ham yaxshi tilaklaringiz uchun, sizga ham ishingizda omad, sihat salomatlik tilab qolamiz. Bolajonlarga birgalikda. Ana endi ota-onalaringizni tabriklari bormi bolajonlarga? Ota-onalarimiz Opa, olib ketyapsan. Hamma tashkilotchilar, bog'cha otalariga kattadan-katta rahmat deb qolamiz. Kelajakda ota-onasi orzu qilib ketgan insonlar bo'lib yetishishini xohlaymiz. Bog'cha otalarimizga arzimas bo'lsa ham, sohalarimiz bor. Rahmat o'rnida ko'ramiz. Malika rahmat. Berib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi bayramdan hammalaringizni chin qalbdan tabriklayman. Bolajonlarga hammasiga obro' tilayman. Ular katta kasb egalari bo'lishsin, o'qib, olim bo'lib yetishsin. Hammalariga obro', omad tilayman. Sizlarga bizga katta rahmat, ishlaringizda omad, charchamang. rahmat sizlarga ham tashrif buyurganlaringiz uchun. Bizani ba'zida injiqliklarimizga ham chidadinglar. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsa uzr so'raymiz hammalaringizdan. Kelganlaringiz uchun rahmat deb qo'yaman.